Hamma ham shaxsiy brendini yuritish shart emas. Hozir Instagramda shunaqa propaganda bor. Hamma Instagramni yuritish kerak, hamma bloger bo'lish kerak, hamma shaxsiy brend qilish kerak. Yo'q, bularning hammasi sizning maqsadlaringizdan kelib chiqadi. Masalan, siz hozir o'zingizni produktlaringiz bormi, sotadigan yoki xizmatingiz bormi, yoki kursingiz bormi? Sizga xos shaxsiy brend kerak. Nimaga? Sizga potok kerak, mijozlarni jalb qilish kerak. Lekin men ko'pchilikni ko'raman, o'zi mijozi mashtadan bo'lib yotibdi. Bemalol mijozlari hozir yangi proyekt olishga vaqti yetmaydi, umuman potensiali, resursi yetmaydi. Shu bilan birgalikda yana shaxsiy brend qilmoqchi. Ularga aytaman, hozir siz shu vaqtingizni mana shu proyektlaringizni qilishga, hamma ishlaringizni qilishga sarflagan bo'lsangiz, hozirgidan ko'ra ko'proq natijaga erishasiz. Birinchi, mana shu jamoangizni joyiga qo'yib oling, ishlaringizga ulgurib oling. Undan keyin kengayishga imkoniyat bo'lgandagina shaxsiy brend qilish maslahat beraman. Chunki maqsadsiz, ana auditoriyasi kim, ularning muammolari nima bilmasdan turib kontent quradigan bo'lsangiz, reputatsiyangiz tushib ketadi. Ham ekspertlik bo'yicha kontent qurasiz, ham odamlarga uylanishdan gapirasiz. Umuman shunaqa ekspertlar bor. Ularning chunki aniq maqsad yo'q. O'shaning uchun istalgan mavzuda gapiraveradi. O'shaning uchun birinchi maqsadni aniqlab oling, keyin shaxsiy brend qilishni maslahat beraman.